O'zmi? Ha, olyapsizmi? Kelamiz. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Bizda YouTube'da ham kontentlarimiz bor, tadbirkorlar chiqarib turamizda. Arzon bo'lsa chiqaramiz. Hozir kunlarisi tadbirkorchilik, ya'ni qurilishlar boshlangan uchun tadbirkorchilik ancha rivojlanib qoldi. Ancha rivojlanib qoldi. Mikrofoningiz qanaqa deganlar uchun holdinglarni qimmatidan. Qaranglar. Bu kimlardir tomonidan bizga sovg'a bo'lgan. Qarang, atay keldik-da, 480 ming so'mdan eshik nima deyapti? Akalar, buni xotirjam bitta o'rnashib olavering. Qurilish qilyapsiz, bilaman, eshik kerak, rom kerak. Necha pulga endi o'ylanib yurasizmi? 480 ming so'mga. Bunaqasi men Abdurahim aka tushunmayotgan sababim bitta eshik rom taxtali ishlab chiqarilgan romosiz aka 300 ming 400 ming arzimagan. Tayyor 480 mingga yangi material berishar ekan. Yangi yasab berishadi. Undan tashqari akfalari ham bor, mana ko'rsatib oling. Bu tomonda akfa rom desmi eshingiz bilan 650 ming 600 ming so'mdan ekan. Bunaqasi bo'lmagan. Endi bu tomonda mana dizayniga bitta e'tibor bering, skromniy. Bunaqa bachkan emas. Narxi 650 ming so'm. Materiallari ham MDF dan, to'g'rimi? MDF dan bo'ladi. MDF material o 10 yil oldin qimmat bo'lgan. Men o'zim eshik rom qilganman-da. Qayerda ishlagansan savol bersanay, Volentex degan joy bor. O'sha yerda eshik rom mebellarni qilishni o'rganganman. MDF qimmat mahsulot bo'ladi. 750 ming so'mdan bunaqa bagatti dizayndagi eshiklar bor ekan. Xo'p, qarangda eshikda men bitta splashni eshikligini ham ko'ryapman. Undan tashqari MDFda aynayli holatlari ham mavjud ekan. Ya'ni ichkaridagi tovush tashqariga, tashqaridagi tovush ichkariga eshitilmaydigan holatlari ham bor ekan. Materialni qarang, bunaqa narxlar vobshe zo'r narx. Aka, pastki nomerga bitta aloqaga chiqing. Yetkazib berishadi. Nimaga arzon desangiz, bu o'zi birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida turibmiz-da. Pastga telefon qilasiz, olib borib o'rnatib berishadi, kelishilgan holatda. Masalan, siz boshqa viloyatdan ham zakaz qilishingiz mumkin. Katta ob'yomda bo'ladigan bo'lsa, quruvchilarni ham ular hamkorlikka taklif qilib qolishaveradi. Yetkazib berishadi. Xullas, quvvatlari borki, ishlab chiqarish quvvati juda ham katta. Katta sex demoqchiman. Zavodda ham qo'yib yuboramiz keyingi videolarda. Keyingi videolarda. Qarang, eng qizig'i biz hozir filial do'konda turibmiz. Ya'ni o'sha katta zavodni filial do'konidagi assortiment qarang o'zi. Zavodga o'xshatib qo'yishibdi do'konni o'zi ham aka. Vibr vobshe ko'p. Vobshe ko'p ekan. Kelasiz, hali menga bu yoqmadi degan narsa bo'lmasa endi qaysi biridir yoqadi. Bemalol aloqa chiqsa bo'laveradi. Eng didi nozik klientlar uchun ham vobshe zo'r. Necha minut bo'ldi? 2 minut bo'ldi.